Assalomu alaykum hurmatli shohishlo jonkuyarlari. Mana hozir Sputnikdan mahallamiz tomosha qilib turganmiz. Bir narsaga ko'zim tushdi. Men bu narsadan xursand bo'ldim. Shu xursandchilikni sizlar bilan ulashishga qaror qildim. E'tibor qilamiz. Mana shohishlo mahallasi mana bu yerda xush kelibsiz degan arkamiz bor. Xo'sh, 31-maktab. 31-maktab turibdi. Qilishamiz. Xullas. 31-maktabga e'tibor qilmaymiz. Shohishlo stadioniga e'tibor qilamiz, birodarlar. Oxirgi oqim mujetda sizlar bilan birga biz tartish qilib, mana shunaqangi bir mashinalarni, tartishga chiqqan mashinalarni taqlab, chiroyli bir nima qiladigandik, targ'ibotlar qilgandik. Bu narsa birodarlar Sputnikka ham muhrlanib qolgan ekan. Xohlagan odam bemalol telefondan kirib ko'rishi mumkin. Hech qachon birdan sizlarni tark etmasin, hurmatli do'stlar. Doim salomat bo'ling. Yovning xushbo'y guli ham alafdir menga, yurtim ham go'yo Ka'ba tarafdir menga. Turon arsloni bo'lma sharafdir menga. Yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal. Yovning xushbo'y guli ham alafdir menga, yurtim ham go'yo Ka'ba tarafdir menga. Turon arsloni bo'lma sharafdir menga. Yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal.